Ko'p kitob o'qiydigan a'lochi o'quvchilar kelajakda kambag'al bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib like bossangiz, buni sababini aytaman. Nima qilasiz dars qilib? O'rtoqlaringiz bilan kompyuterga boring, o'ynab kuling, yoshlikni maza qilib o'tkazing. Juda ham ko'p o'quvchilar mana shu 3 ta oddiy xatoni qilib, uzoq muddat bito ola olmaydi. Agar sizda ham natija qilish xohishi bo'lmasa, mana shu xatolarni qilishingiz mumkin. Birinchi xato 8-9 soatlab yotib olib Instagram ko'rishadi. Ikkinchisi esa o'rtoqlaringiz bilan kompyuterxonaga borib 5 soatlab kompyuter o'ynang. Uchinchi xato ingliz tili kurslaringizga borsangiz ham homeworkni umuman qilmang. Komfort zonangizda o'tiravering. Bu xatolarning eng zo'r tomoni uchalasidan bittasini qilsangiz ham sertifikatni tushingizda ko'rasiz. A'lochilarning kelajakda kambag'al bo'lishi aslida yolg'on. Men hayotimda ko'rgan ko'plab namunalarda a'lochi o'quvchilar 50 milliondan 200 milliongacha hozirda daromad topishyapti. Ingliz tiliga oid foydali videolar va materiallarga ega bo'lish uchun Instagram va Telegram kanallarimni kuzatib boring.